Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan New York cheescake'ni birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi pechenyelarni choperda yaxshilab maydalab olib, ustiga yumshatilgan kalliq saryog'ini hamda ozgina yong'oq qo'shib, yaxshilab qo'limiz bilan bir xil bo'lgunicha cho'qqalaymiz. Qolipimizga solib, chetlariga chiqarib, tekislab olamiz. Xolodilnikka jo'natamiz. Endi eng asosiy qismi kremini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kalliq kremchisidan idishimizga solib, ustiga qand upasi solamiz hamda bir xil bo'lgunicha lopatka yordamida aralashtiramiz. Smetana, tuxum solib, venchikda aralashtiramiz. Umuman mikser kerak emas. Yarimta limon suvini ham siqib sovurishimiz kerak. Eng oxirida kraxmal hamda qaymoqni solib, yaxshilab bir xil bo'lgunicha aralashtiramiz hamda qolipimizga joylab tekislab olamiz. Duxovkamizga listi tagiga suv qo'yib pishirib olamiz. Juda ham mazali, yumshoqqina og'zingizda erib ketadigan cheescake tayyor. Yoqimli ishtaha.